Bir befarosat nodon menga ahmoqona savol beryapti. Nega bizda bunaqa, nega bizda shunaqa, nega bizni davlatimiz bunday? Shoshma. Senga savol. Nega biz bunaqamiz? Nega sen unaqasan? Avval savolni o'zimizga beraylik. Ilmga rag'batimiz yo'q, kitobga muhabbatimiz yo'q, ta'limni, axloqni sevmaymiz. Ishimiz bo'lsa navbat kutib, to'g'ri halol yo'l bilan emas, balki tanish bilish, pora, korrupsiya bilan bitirishni istaymiz. Vatanimizni rivojlanishi yo'lida birlashish yo bir ish qilish o'rniga falonchi davlat zo'rmi, pismadonchi davlat kuchlimi deb o'tiramiz. Eng katta orzuyimiz dang'illama uy, qimmatbaho mashina va dabdabali to'y. Bularni shunchaki yashash uchun vosita emas, hayotimizning eng katta maqsadiga aylantirib olganmiz. Bir kun muhtojlarga yaxshilik qilsak, 1000 kun minnat qilamiz. Boshqalarga hasadni-ku aytmay qo'ya qolay. Xayri ehson yig'ish uchun 1001 mashinniklik firibgarliklarni qilamiz. Farzandimizni o'qit desa kimdir ensamiz qotadi, lekin hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan tadbirbozlik va maishatbozlikka millionlarni sarflaymiz. Halol ishla desa, halollikdan boy bo'lib bo'ladimi deymiz. Xodim bo'lsak ham yeymiz deymiz, mas'ul bo'lsak ham qo'poramiz deymiz. Qo'shnimiz nonga zor, biz esa mastavani ovqat o'rnida ko'rmaymiz. Yurtboshimiz bo'ldi endi, ilmga pul sarflaylik, to'ylarni qisqartiraylik desa, bizni pinagimiz ham buzilmay, to'yda fonogramma qo'yib olgan otarchini ustidan pul sochamiz. Xo'sh, biz nega bunaqamiz? Eng katta fojiamizni bilasanmi? Eng katta fojiamiz ziyolilar, olimlar, ahli ilmlar va ustozlarni bir tinga olmaymiz-u, bitta ahmoq ismini to'g'ri aytishni va yozishni bilmaydigan, savodsiz, o'zbek tiliga tupurib qo'ygan befarosat vayner va qip yalang'och aktrisa va blogerlarni 24 soat tomosha qilib, ko'chada ko'rsak ortidan chopamiz. Shunday bo'lsa nima bo'pti? Bitta meni shunaqaligim bilan nima o'zgarardi deb aytishga aslo haqqimiz yo'q. Chunki bizga o'xshab o'ylaydiganlar kun sayin ko'paymoqda. Umid qilamanki, farzandlarimiz, yoshlarimiz bizga o'xshagan bo'lmasin. Tafakkuri keng, vataniga va ilmga muhabbatli bo'lsin. Yo'qsa, kunimiz vayner va blogerlar va ahmoqona qiliqlarni trendga chiqaradigan, miyasi suyilgan, nafsiga qul bo'lgan vatan xoinlariga qoladi.